Assalomu alaykum, Kripto TJ kanalining obunachilari. Do'stlar, kechagi video nima qo'ygandim? Sotuvga qo'ygandim. Silver o'rnida saytlarda ko'pchilik bittasini so'rayapti-da. Bu aslida bir Gmailga o'rnatilgan, hamma akkaunt bitta Gmailga o'rnatilgan. O'shaning uchun yoki hammasi birdaniga sotiladi. Agar bordi-yu bittadan sotiladigan bo'lsa 5000 rubldan Gmail berilmaydi, tem bo'l yana. Mayli 4000 rubldan u, lekin Gmail berilmaydi. Sababi bitta Gmailga misol 10 nechta akkaunt ochilgan, 11 ta sayt ochilgan. 11 ta sayt ochilgandan keyin siz u bir kishi emas, 2-3 kishi so'rayapti. Xo'sh, hozir aka Litbek nechi pul debdi, Silver debdi. Endi bir o'zini bironlasa deya olmayman. 4000 rubldan bo'lsa faqat Gmail berilmaydi. Boshqalari chunki beni ko'taramiz deyapti. Qanchadan sotasiz debdi. Ya'ni qanchadan sotasiz. Narxini aytganman, qanchaligini. Obshi 11 ta sayt. Ya'ni 11 ta saytning narxini aytganman. Ba'zi birlar har birini bo'lak hisoblayapti. Agar bo'lakdan xohlasangizlar, bitta saytning o'zi 4000 rubl. Faqat Gmail berilmaydi. Chunki bitta odamga Gmail bersam, u qolganlarini ham ochib olishi mumkin bemalol. Chunki hammasi bitta Gmailga o'rnatilgan. Agar bordingizlar Gmailga referalni nima boradi, pul chiqarganda Gmailga kod boradi desangizlar, любой время menga o'zimga svязga chiqsangizlar, men o'zim tasdiqlab qo'yaman. Bir marta tasdiqlansa, ikkinchi marta o'sha akkauntga o'sha saytga chiqarsangiz yoki o'sha kasholokka chiqarsangiz, bir marta tasdiqlangan kasholokka chiqaradigan bo'lsangiz, любой vaqt chiqaravering. Любой vaqt sizga boshqa verifikatsiya so'ramaydi. Avtomatik chiqadi. Bir marta verifikatsiya qilinadi, shu bilan avtomatik chiqadi. Xohlasangizlar mana shu 4000 rubldan Gmail berilmaydi. Men Gmaildagi ko'pchilikka berganman akkaunt, podarka qilib berganman. Shu paytgacha polni podarka berib kelganman. O'zlaringiz yaxshi bilasizlar, oldindan kuzatayotgan bo'lsanglar. Agar oldindan kuzatmayotgan bo'lsanglar, kirib ko'rishlaringiz mumkin oldingi saytlarda. biron narsasini to'g'risi menga вообще kerak emas birovning narsasi, kimga podarka qilgan bo'lsam, menda turibdi Gmaillari. Ba'zi biriniki mavjud, agar nima qilgan bo'lsam, hammasi bitta akkauntga o'rnatilgan bo'lsa, o'shani bergan bo'lishi mumkin. Atak bordi-yu, har qanaqa Gmailga o'rnatilgan bo'lsa, berilmagan. Hech kimni hech narsasiga teginganim yo'q. Shunday turibdi. Kim ishlatayotgan bo'lsa, olib mendan o'zlari yaxshi biladi. Shuning uchun xohlaysizlar Gmail 4000 rubldan har birini. Xohlasangizlar 15000 rublga obsh oling. O'sha nimani qo'yganman. WhatsApp kanal qo'yganman. WhatsAppga kirib, promoy menga adminga chiqasiz. Menga o'zimga o'sha yerda WhatsAppda yozing. Nima qilamiz? To'g'rilab gaplashib nima qilamiz? Hal qilamiz. Xohlagan tarzda sotishim mumkin. Xohlaganingizdek farqi yo'q. Xohlang bunaqasiga, xohlang obshi. Вообще-то obshi olgan odam o'tadi. Chunki 8 tami sayt
Nimada turibdi-da? Silverda turibdi. Bu вообще zo'r. Har birini siz agar 4000 rubldan olganingizda hisoblab ko'ring, qancha pul bo'ladi. 4 kara 8 32 bo'ladimi? Adashmasam 32 bo'ladi. 32 ming rubl bo'ladi. Unaqasiga. O'xshasangizlar 15 ming rubl bo'ladi. Вообще bu yaxshi emasmi? Yana o'zlaringiz bilasizlar. Yana aloqaga chiqingizlar WhatsAppda. U yog'ini yana gaplashamiz.